Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, aziz obunachilar. Navbatdagi ishimiz tayyor bo'ldi. Xo'sh, Andijon viloyati Jalaquduq tumani 5 ta oldamiz. Xudo xolasa veranda tayyorlaganmiz. Zalatoy dub oynalari yo'l veranda bo'ladi. Xudo xolasa juda go'zal holatda chiqdi. Bu yerda ikkita eshigimiz bor. Qolganlari rom. Ligirovkalari, ruchkalari mana baquvvatidan har doimgidek go'zal holatda ligirovkalari. Gap so'z yo'q. Ichki tomondan xudo xolasa juda salqin bo'lib qolgan ichkari. Qani his qilyapti salqinlikni. Ichkari issiq bo'lyapti. Ligirovkalari ham juda go'zal holatda romlarida. Har bitta romdan bittadan ochilgan. Bu ayvonda 3 ta romi bor. Joy ham o'rtasidan bittadan ochilgan, 3 ko'zdan bo'lgan. Past 3 ta, tepasi 2 ta, 5 ko'z. Общий. Bemalol murojaat qila olasizlar. Dastlabki ustunobga vodiy bo'ylab aloqadamiz. Stullar o'ralgan doimiy holatda, ichkari tomon mana o'ralmagan. Tashqi holatlar o'ralgan holatda mana stullar. Go'zal chiqdi, xudo xolasa. Alkofonlar güzel holatda. Mikrofon emas, alkofonni o'zidan. Bemalol murojaat qila olasizlar. Anchadan beri YouTube'ga video joylamayapmiz. Yine tanaffus qildik. Klientlar ko'p, ishlar ko'p. Endi yana xudo xolasa aloqaga chiqa olasizlar, endi yana xizmatdamiz. Yani MDF eshiklar kerak bo'lsa ham bemalol murojaat qila olasizlar. MDF eshiklari ham bor o'zimizda. Yong'oq svetidan go'zal holatda chiqqan. 2 qanotli edi, bu 1 qanotli edi. Bu yopiq holatda, bu mana oynali holatda. Xolasa eshik rom sohasi bo'yicha bemalol murojaat qila olasizlar, hammasidan bor. Bu ayvonda 2 ta rom bor. Girobkalar go'zal holatda. 3 kilo aytildi baquvvatidan. Nomerlar opsiyonada qoladi. Kim shu ishga havas qilib nima qilgan bo'lsa, like bosib qo'yasizlar. Ishimiz yoqqan bo'lsa, havas qilganlar